Salom hammaga. Biz yana Amerikan vaflisini ko'plab muxlislarning talabiga yoki yozgan kommentariyalarga binoan yana 5 tasini ochib ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik buni ochishga pul jalqa, pul ketadi, vaflisi ham arzimaydi deb yozgan. Sizlarga bitta fishka o'rgataman. Eslab qolinglar. Mana vaflini siypalab ko'rasizlar. Buni menimcha puli yo'q. Bunda borga o'xshayapti, eslab qolamiz. Mana shunday orqasini, oldini ozgina silab siypalasalaringiz pul yoki bor yo'qligi bilinadi o'zi. Pulimga kuyaman, olmayman deganlar uchun zo'r layfak. Eslab qolamiz mana. Mana shu bittadan chiqadi deb o'ylayapman, chunki mana bo'rtibroq turibdi. Endi omad hammaga qani, qolganlaridan ham chiqadimi yo'qmi? Lekin men ana bittasidan chiqadi deb o'yladim. Ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ochilmagan azizlar. Bu atiga 3000 so'm. Bu narxi ham yozilgan. Mana Sherzod ismli bolalarga tilak chiqdi. Vaflilari kichrayibdi azizlar. Mana o'tgan safar juda kattaroq edi. Chiqmadi, demak birinchisidan ikkinchisini ochib ko'ramiz. Ikkinchisidan qani? Ikkinchisida ham menimcha yo'q, mana aytdim-ku. Bunda ham Farruh ismli yigitlarga chiqqan. Vaflilar ancha qisqargan. Bu hech qanaqa ma'ni tanishim yoki reklama uchun olganim yo'q. Faqatgina ko'pchilik pulimiz jalqa, ochib ko'rsating deyishganligi uchun yana qaytadan ochib ko'ryapman. Mana qaranglar, atiga 3000 so'm. Buni hech qanaqa narxini o'zgartirib sotishmaydi. Buni ochib ko'ramiz. Buning ichida ham pul yo'q menimcha. Prosta qiziqish uchun, ko'pchilik so'raganligi uchun mana yana ochib ko'rsatdim. Puli yo'q. Pulga qiziqib ochmoqchi bo'lsalaringiz, albatta mana silab siypab ko'ringlar. Mana shundan aniq menimcha pul chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani bilmadim qancha chiqadini. Chiqarmikan? Chiqadiganga o'xshayapti. Ana aytdim-ku. Mana fishka sizlarga. Qobil ismli yigitlarga chiqdi. 2000 so'm atiga. Shunaqa paketchada bo'ladi. Mana paket ochilmaydi. Men o'zim solib qo'ymaganman buni. Ochib ko'rsalaringiz, mana hamma joyi bekor. 2000 so'm pul chiqdi. Vaflisi sinib ketdi. Vaflisi shirin, lekin atilab buni bitta ikkita olishlaringiz mumkin. Pul uchun bo'lsa, ko'p olib ochishlaringiz umuman noto'g'ri menimcha. Qiziqishga bunda ham chiqmaydi, aniq. Qani ko'ramiz. Mana aytdim-ku. Bu hech qanaqa Amerikan vaflisi men tanishim yoki reklama emas. O'rtoqlar, yana qaytarib aytayapman, reklama emas. Ism, familiya, tel raqam, millionerning biznes vizitkasi deb qo'yibdi mana. Prosta super. Ana qog'ozchalar yozilgan xolos mana. Shuncha qog'ozchalarga ega bo'ldim. Kimga kerak bo'lsa ochib ko'ringlar. Kerak bo'lmaganlar, qog'oz kerak emas deganlarga tavsiya qilmayman. Bu prosta qiziqish. Amerikan vaflisi mashhur bo'lib ketgani uchun, hamma dollar chiqyapti deganligi uchun ochib ko'ryapman. Yo'q, hech qanaqa dollar chiqmadi. Faqatgina 2000 so'm. 15 mingga 5 ta oldim va 2000 so'm qaytarib oldim. Endi buni vaflilarini yeymiz. Vaflilari lekin kichkinalashgan. Azizlar, oldim kattaroq edi, uzun-uzun. Ikkita turibdi oldingisidan ham. Lekin bu yog'i sal qalinlashganga o'xshaydi. Ishkalati ko'proqmi? Qani mazasini tatib ko'raman. Mazasi ham oddiy vaflidaqa. Suxoy emas mana. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi safar ko'rishguncha kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yib, kommentariya yozishni unutmaymiz. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa juda yomon vafli ekan yoki mendan shuncha pul chiqdi deb iltimos yozib qoldiringlar. Ko'plab nima deydi, tomoshabinlarga shu videoni ko'rib pullarimiz jalqa ketmasin deb ochib videolarni ko'rib kommentariya o'qishyapti-da, keyin chiqmadi deganlarni ko'rib ko'pchilik pulini nima deydi, ketkizmayapti. Undan gaz svetga to'lagan yaxshi menimcha. Hazil albatta. Mana Amerika vaflisi.